Sizlar bilan yana men Drive'dan video. Bugun biz mana shu video obzor qilamiz. Videoni oldinidan like va obuna kutib qolaman sizlardan. Bu uyni birinchi qavati. Ko'rishingizlar mumkin, bu birinchi qavat. Bu yerdan bunday bo'ladi, xo'sh. Bu yerdan chiqasizlar, bu yerdan nimadir tomosha qilib o'tirsizlar bo'laveradi. Şuradan tomosha qilinmasin. Ketdik qavatga. Bu uy zo'r uy qurdim. Bu yerga 3 etajli qurdim. Bu yerdan kiradigan joy. Narsani ko'rsangiz bo'ladi bu yerdan. Bu yer mening xonam emas, ya'ni bu boshqa odamning xonasi. Sizlar bilan ko'rib chiqaman. Mening uyim bu. Mana mening uyim. Bu mening uyim. Mana mening uyim yaxshiroq. Mana mening uyim yaxshi. Zo'r uyim. Bu yerdan bu yer haliginda joy. Bu yer balkon. Hozir tushib ketamiz. Balkondan ko'rib o'tirsangiz bo'laveradi. Bu tepa qavati bor, tepa qavatidan yerdan chiqish kerak. Chiqasiz. Mana bu yer tom. Mana bu yer tom. Bu tepadan pastdan ko'rinishi. Mana bu yer. Bu yer zo'r ko'rinadi, tom bu yer. Tomni bitirib qo'yaylik. Hisob bo'lib turgan payt. Tomni bu yer manaqa joy. Ko'rishingiz mumkin. Tomga manaqa joy qilib qo'yganman. Bu yerda sinib o'tirsangiz ham bo'laveradi. Daraxtdan olaylik-da. Urqani cho'mib. Urqandan rasaga qo'yamiz. Bundan bir sayini tashlab 5-6 ta qo'yibmiz. Bu yerga bundan shunaqa qilib pechkani yondirib qo'yaylik. Sizlar borliginglarda shunaqa qilib pechkani yondiramiz. Hamma pechkani yondirib qo'yamiz. Mayli. Ko'rishingiz mumkin. Pechkalarni yondirib chiqib, o'tirsangiz bu yerda o'tiradigan joy. Maza qilib. Ko'ramiz. Bu o'zimning xonam. Hozir tepadan ko'rinishini ham chiqib beraman sizga. Mana bu qurilish jarayoni 1 soatga bo'lmagan, 5-6 minutda qurib qo'yganman bu yerga. Mana bu pastda eshik bor. Mana shundan kelib ketaverasizlar. Video yoqqan bo'lsa like va obuna bosib, kommentariya yozib ketamiz. Uyga nechta baho qo'yasizlar? O'zingizni fikringizni yozib ketinglar. Xayr emasam, ikkinchi videoga tayyorlanib turinglar.